Xo'p, assalomu alaykum xalqning farzand ishqibozlari. Aka-ukalar, qaranglar, YouTube'ga alohida video tayinladik. Zarur bo'lgani uchun sizlarni bezovta qilyapmiz, qaranglar. Bu yildan boshlab fazallagan o'sha kasallik yuqyapti. Shuni ogohlantirib aytyapmiz. O'zimizda ham shunaqa kasallik tarqaldi bu yil. O'shanga akalar qaranglar. Xohlasanglar, masalan, uzoqroqda bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Chumaga qarshi vaksinalarimiz bor, dorilarimiz. Keyin nimaga shamollashiga ham dorilarimiz bor. Keyin donam bor. Shu fazallaga особенный spesskorin donlarimiz ham bor. Aloqaga chiqasizlar. Xo'p, bu videoni qilayotganim sababi o'zi aslida akalar, kasal bo'lmas edi fazallar. Fazan boqqanlar bilishadi o'zi. Bu yildan o'sha fazallaga ham chuma kasallik yuqib, ponni zo'r-zo'r $300, $400lik qimmat-qimmat korolevskiy fazallar ham o'lib ketyapti. O'zimizda ham fazallar o'ldi. Mana endi hozir bir hafta 10 kun bo'ldi. O'sha lichenlarni qilib, chotki qilib, karantin zonalar qilib, lichenlarni qilib zo'r qilib qo'ydik fazallarni. Hammasi joyida inshaalloh. Keyin akalar, hozir mana fazan boqayotgan xabari yo'li bo'lishi mumkin. Aloqaga chiqinglar, privkalarini qilib oldin olib qo'yish kerak akalar. To'g'risi, nimasiga aytmoqchimizki, nima deydi? O'zimizga emas, sizlarni foydalarni o'ylab turib, o'sha shu xalqimizga bo'lsin deb qilyapmiz akalar. Habibulloh shu narsada yuribsizlar, shu narsani ham o'ylab bir narsa qilib qo'ymaysizlarmi deb o'zlik aytishdi. Shuni hisobiga o'zimizni ishlatayotgan, sinovdan o'tgan yaxshi dorilarni tavsiya qilyapmiz akalar. Pastda nomer qoldiramiz, o'zimning nomerim, aloqaga chiqasizlar. Xohlasanglar borib akalar, qaranglar. Borib turib, o'sha dorilarni, privkalarini har bittasini chotki qilib, fazallarni shu yosh boqayotgan joylarini o'rganib, ratsionlarni ham qilib, maslahatlarni ham qilib beramiz akalar. Ichida bo'ladi, pul ana qimmat olmaymiz, to'g'risi. Bitta dona fazanga, bitta dona qushga 20 ming, 30 ming, 40 ming atrofida pul olamiz, uzoqlik yaqinligiga qarab. Agar mabodo uzoqdan bo'ladigan bo'lsa, dorilarni ham jo'natib beramiz akalar. Srochniga mana shu videoni boshida mana qo'ydik, hammasini ham qo'ya olmadik, chunki YouTube blokirovka qilib qo'yadi, chunki mumkin emas. Xullas kalom akalar, kasallik yomon tarqaldi, to'g'risi bu yil yomon tarqaldi. Shunga aloqaga chiqasizlar. Keyin yana bitta narsa, bitta ikkitalarga so'rashdi. O'zi shu kasallik bo'yicha bir malaka yoki bir nima diplomingiz bormi deyishdi. Aynan shu kasallik bo'yicha emas u. Shaxsan men o'zimniki veterinariya sohasida diplomim bor. 3 yil o'qiganman. 3 yil davlatda o'qib, nimada diplom olganman. Aynan shu veterinar sohasi bo'yicha okalar. Bizda ham bunaqa narsa, veterinar yo'q. Biz o'zimiz veterinar, o'zimizni davolaymiz, o'zimizni tuzatamiz. O'shancha aytmoqchi bo'lganim okalar, aloqaga chiqinglar. Kimgadir kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, o'zimizga borib ham qilib beramiz. Yo'kida dorilarni ham jo'natib beramiz, o'rgatamiz telefon orqali. Sizlar o'zingizlar qilsanglar ham bo'ladi, muammo yo'q. Maqsadimiz nima? Fazallarga o'lib, qirilib, bitta fazan emas, boshqa parrandalar ham mana hozir ko'pchilik boqayotganlar, mana o'zi meni kuzatayotgan obunachilarim ko'p parranda boqadiganlar o'zi. Ko'pchilikda kasallik tarqalgan, bu yomon kasal tarqaldi. Shuni hisobiga shu narsalarni qildik biz. Kimga kerak bo'lsa, akalar, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar, videoni maksimal tarqatinglar, like bosinglar akalar. Tarqatib tashlaylik, parranda boqadiganlar bor, tanishlarga tarqatib tashlaylik. Mana shunaqa bolalar qilib berishayotgan ekan deb ayturinglar, muammo yo'q, xudo xohlasa. Diplomimiz bor, hamma narsamiz qonuniy go standartdan o'tkazilganmiz akalar. Like bosinglar, Fazan House ga obuna bo'linglar. Hammaga rahmat.